Odatda tadbirkorning har bir kuni oldingisiga o'xshash bo'ladi. To'lovlarni qabul qilish, cheklar chiqarib berish, daromad va soliq hisob-kitobini olib borish hamda hujjatlarni saqlash. Bu jarayonlar esa kassa, terminal, bankdagi doimiy navbatlar, elektron raqamli imzo va ortiqcha qog'ozbozliksiz bitmaydi. Endi shularning barchasi birgina ilova orqali hech qayerga bormasdan, ortiqcha xarajat, texnika va vaqt ketkazmasdan qilishingiz mumkin desamchi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Paynet tomonidan yangi ishlab chiqilgan xolis loyihasini kutib oling. Paynet xolis bu tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilgan shaxslar yokida endi o'z rasmiy faoliyatini boshlamoqchi bo'lganlar uchun maxsus yaratilgan servis. Ushbu loyihaga ro'yxatdan o'tish orqali siz o'z hisobingizga to'lovlar qabul qilishingiz, hujjatlarni imzolashingiz va soliqlarni to'lashingiz mumkin. Umuman olganda, telefoningizdagi birgina dastur ham bank, ham kassa, terminal va raqamli imzoni o'rnini bosadi. Ro'yxatdan o'tish bosqichiga keladigan bo'lsak, bu juda oson. Hech qanday yozma shaklda ariza talab qilinmaydi va atigi 5 daqiqa vaqt oladi. Bundan tashqari, ma'lumotlaringiz avtomatik tarzda davlat tizimiga kiritiladi va rasmiy faoliyatingizni tasdiqlovchi hujjat taqdim etiladi. Hozir ushbu jarayonni qadamma-qadam ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Paynet ilovasiga kirasiz va Paynet xolis bo'limiga o'tasiz. Shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritganingizdan so'ng ularni tasdiqlash uchun yuz skaneridan o'tishingiz kerak bo'ladi. Oxirgi bosqich bu yo'nalish tanlash. Rasmiy yuritmoqchi bo'lgan asosiy va qo'shimcha faoliyat turlaringizni tanlang. Endi bo'ldi. Ro'yxatdan o'tishingiz bilan siz o'z elektron hisobingiz va rasmiy bandlik haqida elektron guvohnoma olasiz. Tamom. Endi siz elektron hisob va rasmiy faoliyatingiz boshlanganini tasdiqlovchi hujjatga egasiz. Ilova butunlay onlayn kassa va terminal o'rnini bosadi. Chunki xolisda to'lovlarni qabul qilish tizimi tadbirkor istalgan joydan turib ishlashi uchun moslashtirilgan. To'lovni 3 xil yo'l bilan qabul qilish mumkin. QR kod orqali, naqd pul orqali hamda mijozga hisob chiqarish orqali. To'lovni QR kod orqali qabul qilish. Bunda noyob QR kod generatsiyasi uchun 1 soniya vaqt ketadi xolos. Uni mijozga telefon ekrani orqali ko'rsatish yoki Telegramdan havola shaklida yuborish mumkin. Mijoz istalgan bank kartasi orqali to'lovni amalga oshiradi. To'lov amalga oshirilgandan so'ng shu zahoti avtomatik tarzda chek chiqarib beriladi. QR kod bu to'lov qabul qilishning eng tez usuli. Eng asosiysi komissiya 0%. Naqd pul ko'rinishidagi to'lovlar ham ilova tarixida saqlanib qoladi. Naqd to'lov qabul qilish uchun kerakli miqdorni kiriting va ilovada qabul qilish tugmasini bosing. Ilova shu zahoti raqamli chek chiqarib beradi. Barchasi shaffof va aniq. Oxirgi usul bu mijozga to'lov uchun hisob chiqarish. Bunda faoliyat turini tanlaysiz, to'lov miqdorini kiritasiz va tafsilotlarni ham kiritasiz. Ilova sizga 24 soat ichida QR kod yaratib beradi. Siz uni istalgan messenjer orqali yuborishingiz mumkin. Eslatib o'taman, istalgan shakldagi kirim va chiqimlar ilovada saqlanib qoladi. Siz ularni istagan vaqtingizda tranzaksiyalar tarixini ochish orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu bo'limda qulayroq bo'lishi uchun filtrlar ham mavjud. Paynet xolisidagi hamyon bu tadbirkorning istalgan holatda ishlaydigan hisob kartasi. Oldin bank orqali qilingan barcha jarayonlar, pul o'tkazmalari, xizmatlar uchun to'lovlar va naqd pul yechish endi barchasi telefonning o'zida hal bo'ladi. Xolisdagi hisobingiz orqali muammosiz kommunal xizmatlar, internet, kredit va boshqa shu kabi xizmatlarga to'lov qila olasiz. Istalgan bank kartalariga pul o'tkaza olasiz hamda Paynet agenti orqali tezda naqd pul yecha olasiz. Buning uchun naqd pul yechish bo'limiga o'tasiz, unikal kod olasiz, eng yaqin Paynet agentiga borib pulni shu zahoti qo'lingizga olasiz. Shuningdek, ilovada alohida shartlar va limitlar bo'limi bor. Komissiya va limitlar haqida barcha ma'lumotlar aniq yozilgan. Ular bilan bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Paynet xolisning eng katta ustunliklaridan biri bu butunlay avtomatlashtirilgan elektron hujjatlar. Endi hech qanday elektron raqamli imzo, fleshka va qiyin dasturlar shart emas. Ularni ilovaning o'zida yaratish, mijoz rekvizitlarini avtomatik yuklash, elektron hujjatlarni soliq standartlari bo'yicha yaratish, yuz skaneri Face ID orqali imzolash, imzolangandan so'ng hujjatlarni shu zahoti mijozga yuborish. Yuz skaneri orqali tepada sanab o'tilgan jarayonlar yanada tezroq, xavfsizroq va albatta qulayroq bo'ladi. Agar sizda filiallar bo'lsa, tabiiyki xodimlar ham bor. Ularni ham ilovada qo'shishingiz va boshqarishingiz mumkin. Buning uchun xodim ishlaydigan rolni tanlang.
U oddiy xodim, buxgalter yoki ish boshqaruvchi bo'lishi mumkin. U ro'yxatdan o'tish kerak bo'lgan filialni belgilang va u uchun unikal login parol yaratib bering. Shunday qilib u aktiv foydalanuvchilar qatoriga kiritiladi. Biznesingiz tarmoqlarini birgina ilova orqali boshqaring. Xolis bu faqatgina qulaylik emas, bu qiymatli resurslarni tejash yo'li. Chunki kiruvchi to'lovlar uchun komissiya umuman yo'q. 1-yanvardan boshlab esa qabul qilingan to'lovlar uchun cashback amal qiladi va soliq stavkasi atigi 1% ni tashkil qila boshlaydi. Bu yog'iga hech qanday xatolik va ortiqcha hisob-kitob bo'lmaydi. Barchasi avtomatik tarzda hisoblanadi. Yuz skaneri esa elektron imzo o'rnini bosadi. Umuman olganda, Paynet xolis bu tijoriy faoliyat olib borishi eng oson va haqqoniy yo'li. Rasmiy ishlang, to'lovlarni qabul qiling, mablag'ingiz va hujjatlaringizni qiyinchiliklarsiz boshqaring. Barchasi bir dona ilova ichida va faqatgina telefoningizni o'zi yetarli. Ilovani hoziroq yuklab oling va o'zingiz shaxsan bugundan sinab ko'ring.